qavatli Novostroyka g'ishtli domimizda 8-qavatidan 2 xonali. Xonalar alohida bo'lgan, yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan xonadonimizni ko'rsatamiz sizlarga. Xonadonimiz bu podyezddan kirish joyida. Kirganimizda shunaqangi pirxoshkaga shkoplar o'rnatib joylashtirib foydalanadigan joyi. Pirxoshkasi uzun shunaqangi keng bo'ladi. Xonalar alohida. Yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Bu ota-onalar yotoqxonasi, shkoplari, spanlari, matras qo'yib beriladi. O'zining akvaromlari, reshetkalari bor. Matras qo'yib beriladi. Bu yoqda esa o'zining kattagina mehmonxonasi ham yangi remontdan chiqqan, reshetkalar qilingan, akvaromlari katta, quyosh yoritishlari zo'r. Bu Novostroyka 10 qavatli g'ishtli dom bo'ladi. Yosh oilalarga juda ham zo'r. Lokatsiya bomba. Bu oshxonasi ham juda ham keng. Ko'rganlaringizdek, mebellari, gaz plita, xolodilnik, o'zining isitish tizimi, do'qqa o'tirib katyoli ham bor. Bu yoqda esa o'tirib, stol qo'yib choy ichishga joylari yetarli. Eng yaxshi tarafi bu oshxonadan balkonga chiqishi, mana skalat qilib foydalansa bo'ladi. Bu narsa qo'yib, reshetkalar qilingan. 0.8 ga 3 metrli balkoni. Bu yerda mashinalar qo'yishga parkovkalar yetarli. 10 qavatli Novostroyka, 7 qavatli Novostroyka g'ishtlar joylashgan. Bu oshxonasida o'zining samozyoli birgalikda sammeshni bo'ladi. Juda ham akkuratni joylashgan. Ko'rganlaringizdek top-toza, hali hech kim kirib yashamagan. Bu uyimizning lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Yangihayot tumani, Chinor metroga 2 storonka bo'ladi. Kvadrat 57 kvadrat hujjat dokumentda, narxi 56.500, sunnatiga ozgina kelishadigan joyi bor. Bosadigan joyi. Bizni Uyli bo'ling kanaliga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Uy olaman degan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.